Tashqi ensa do'ngligi. Siz telefonga qarab bosh egasiz, tanangiz esa bunga javoban suyak o'stira boshlaydi. Ha, bu hazil emas. So'nggi yillarda yoshlar bosh orqa suyaklari tashqi ensa do'ngligi normadan ancha kattalashib borayotganini olimlar aniqladi. Buning zamirida biz yashayotgan texnologik davr yotibdi. Bu holat birinchi marta 2016-yilda avstraliyalik biometrik olimlar David Shahar va Mark Sayers tomonidan kuzatilgan. Ular 1200 dan ortiq odamlarning rentgen tasvirlarini o'rgandi va 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarning 41% da ensa suyagi g'ayritabiiy darajada kattalashganini aniqlashdi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu holatning sababi doimiy ravishda boshni oldinga egib telefon yoki planshetga qarash. Bu bo'yin muskullariga kuchli zo'riqish beradi va tana unga moslashish uchun suyak o'stira boshlaydi. Qadimgi odamlarning suyak qoldiqlari orasida bu kabi suyak o'smasi juda kam uchrardi. Masalan, Neandertal yoki qadimgi Homo sapiens skeletlarida ensa suyagining bunday chiqib ketgan shakli deyarli uchramaydi. Chunki ularning hayoti faol, bosh esa doimiy muvozanat holatida bo'lgan. Texnologik inqilobdan keyin paydo bo'lgan skelet o'zgarish. Tana o'z muvozanatini saqlash uchun doimiy bosimga javob qaytaradi. Shuning uchun telefon yoki kompyuterdan foydalanayotganingizda uni ko'z darajasiga ko'taring. Har 20 daqiqada bo'yinga dam bering va to'g'ri holatda o'tirishga odatlaning. Bu oddiy harakatlar bo'yin sog'lig'ingizni saqlashda juda muhim hisoblanadi. Sizlar bilan doktor Fazliddin bo'ldi. O'zingizni asrang.